Salomat aziz do'stlar. Tayyorgarlikka ajratishni boshladik. Ko'ngillilik balandlik joy qanaqa materiallar ishlatish kerak, nima qilish kerak, himoyalanmaslik uchun o'ylab turganlar uchun yangicha yechim. Shundan keyin 2 qavatli ishlatdik. 3,5 ga 5 harakatamiz. Bitta o'zi mana o'ylab qildik. Ikkita foto bo'ldik. Orasi 17 sm. Bizda общий devor o'shanda 20 sm bo'ladi. Ikki tomondan yuksaklikdan qotilsak, endi bunga yechim nima bo'ldi? Bunga yechim mana ko'rsatsangiz. Yuksaklikdan qotildik. 17 sm yuksaklikdan nima qilib kesib olib, yuksaklikdan qotib oldik. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan unga Loxlasa saqlanib chiqdi. Bu tomonga qimirlaydi. Bu safar loxlasa qolsa, bu tomonga qimirlanadi va o'shandan yonga vahshat qilinadi. Beton bo'ldi. Xulasa, foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan qizlar videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Kamchiliklar xatolar bo'lgan bo'lsa, ustaykalar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar va tayyorgarlikda o'ylanib turganlarga hammasi qilib bitirishni oson yo'li va shu tashlab qo'yasizlar.